Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xudo xolasa ertaga Angren shaharga pochtalarimiz chiqib ketyapti. Bir bog'chamiz zakazlariga ko'ra mana milliy burchakdan ikkita yasab berdik. Orqa oldi qilib stretchlab qo'ydik, chiroyli qilib. Manzillarimizni kiritib qo'ydik. Keyin milliy burchakka oid yana har xil variantlaridan 10 ta aytishgan edi. Uni ham stretchlab tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa ertaga jo'natib yuboryapmiz pochtadan. Mana milliy binolardan 4 ta, keyin dumaloqli variantidan 4 ta, jami 8 ta tushdi. Buni ham tayyorlab qo'ydik. Davlat ramzlaridan A2 formatdan bitta va A3 dan 2 komplekt. Faqat rasmlisi bo'lsa, ma'lumotli emas deyishdi. Guruh xonasini ichiga qo'yish uchun bundan ham tayyorlab qo'ydik. Mana 2 ta, 2 komplekt va ekologiya burchagidan 2 ta aytishgan edi. Arqa oldi qilib mana 2 tani tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa ertaga chiqarib yuboryapmiz. Sizlarga ham shunday ko'rgazmalar zarur bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Aloqaga chiqarasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Chimyon qishlog'idamiz. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga pochta xizmatlarimiz bor. Chiqarib beramiz. Salomat bo'linglar.